Opa, afsus. Bu holat biz o'ylagandan ham og'ir ekan. Davolasa bo'ladimi, bolam? Biz bu yerda yordam bera olmaymiz. Muammo juda chuqurlashib ketgan ekan. Iltimos, doktor, bir yordam bering. Kechirasiz, opa. Biz bu davoni qila olmaymiz. Nahotki endi davo bo'lmasa, Opa, bu holatda biz ojizmiz. men endi nima qilaman? Merxiri xola, men sizga Segazaqumdagi malakali Muhammadislom doktorni tavsiya qilaman. Muammo ancha chuqurlashib ketgan ekan, lekin siz xavotir olmang. Buning davosi bor. Shuncha joydan topmagan davoni shu yerdan topdim. Agar siz ham uzoq vaqt davo topa olmay yurgan bo'lsangiz, umidingizni yo'qotmang. To'g'ri tashxis va davolash bizda.